Assalomu alaykum barchaga. 350 kvadratli ekimizda santexnika ishlarini tugatdik. Ichkarida qilingan ishlarni ko'rsatib o'tamiz. Ichkari qismimiz bu katta zalimiz, hol qismi. Kuxniyamiz, ustakalarimiz beton qo'shyapti. Zalimiz. Hamma xonalarga izolyatsiyasi kerakli joylargacha kirgizib o'tkazilgan. Mabodo bu xonani ishlatmasdan unisini ishlatsangiz, bunisini isitib qo'ymaydi, o'tib ketgan ishlankalari. Birinchi etajimiz kollektorlarni shakillayotganmiz. Sizlarga to'pli polli kollektorlari. Bu radiatorlarimiz luchoy sistemada qilganmiz. Kelar shu joyiga bitta laykdan bosib ketasizlar. Kichkina xonamiz. Beton qo'yishgan yoki spalni. Har bitta xonaga teplik batareyasini hisoblab radiatorlarni qo'yganmiz, to'pli pol quvvat yetmagan joyiga. Kichkina hammomimiz bitta. Burchakda ham bitta spalnimiz bor. Radiatorlarni hali qo'yganimiz yo'q. Xudo xolasa remontdan oldin qo'yib beramiz. Shilinglarni chiqarib ketganmiz. Ikkinchi hammomimiz birinchi etajdagi hidrogen installyatsiyasidan qo'yib berganmiz. İkinci etajimizni ko'ramiz bitta. Xohlasa ikkinchi etajimiz hol qismi. Bunisi zal. Spalni. Spalnimiz hammomi. Bitgan installyatsiya qo'yganmiz. Har bitta xonada to'pli pol quvvati yetmagan joyiga radiatorlarimiz bor. Hamma xonani kerakli joygacha izolyatsiyalar ham bo'lgan. Kommunit termostatga datchigimizga kabel tashib ketganmiz. Shilinglar, xudo xolasa datchigini qo'yib shu xonani haroratini chetdan yoqib, o'chirib, gradusini boshqarib o'tirsa bo'laveradigan bo'ladi. İkinci etajimizda liniyalarni shitga yig'ganmiz, kollektorini. Bu radiatorimizdagi, to'pli polimizdagi. Bunisi garderob. İkinci spalni. İkinci etajdagi. Bunisi hammom. Bu datchiklarimiz har bitta xonada bor. Har bitta xonani alohida boshqarsa bo'laveradi.